Olib kel, mana ko'rsat, bu yoqqa. Bu ot emas, toy go'shi bu. Endi e'tibor bilan qaranglar-da aziz mehmonlar. 1 gram yog'i yo'q. Bularni yog'ini olib biza go'shtni sifatlisini olib keltiramiz. Siz aziz mehmonlarimiz uchun. Bu 5 barmoqga. Ana aytishadi-yu, uzoqdek qarindoshdan yaqindek qo'shni yaxshi. Yuribsizlar-da, sizlar ham uzoqlarga borib 5 barmoq yeb. Agar laganda yog'li go'sht chiqsa qaytarib yuborasizlar. Aziz xonimlarimiz uchun ham go'sht qaranglar. 1 gram yog'i yo'q. Borib turib, yog'siz qilib bering demangda, kelib yog'sizidan yeylar go'shtni. Go'sht yeylar. Dunyo taomlarining ichida eng mazalisi bu go'sht bo'ladi. Ketdi. Bu 1 kishilik 5 barmoq, 200 gram toy go'shti, 2 parrak qazi, 1 parrak qalqda, 1 parrak to'sh bo'ladi. Bejizanu maqolni keltirmadim. Uzoqdek qarindoshdan yaqindek qo'shnilar yaxshi deganini. Yaxshi qo'shnilarga jo'natib qo'yasizlar buni. Bir qo'shnilar bilan kelinglar. Sizlar mana ko'rib turganinglar, aziz mehmonlar ketyapti. Bular 3 kishilik 5 barmog'imiz bo'ladi. Kelinglar, marhamat qilinglar. Qo'shnilar.